Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda bilan 10 ming dollarlik PropShot'da bepul olishda ko'rsatib o'taman. Qarang. Havolani video tagida hamda kommentariyada qoldiraman. Bemalol kirib olib, ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Birinchi qatorga misol uchun o'zingizni ismingizni, ikkinchi qatorga familiyangizni, uchinchi qatorga ya'ni otangiz ismini, ya'ni отчество deyiladi, shuni kiritasiz hamda mamlakatga O'zbekiston mamlakat hamda telefon raqamingizni kiritib, manzilni kiritasiz. Misol uchun viloyat hamda tuman. Bu joyga ham tumaningizni hamda pochta indeksini yozasiz. Pochta indeksini misol uchun sizlar Google'ga misol uchun pochta indeksi deb qidiradigan bo'lsangiz, o'zingizning viloyatingizda pochta indeksi chiqadi, kiritib qo'yasiz. Hamda mana bu joyga o'zingizning email pochtangizni yozib, bu yerga esa parol yozasiz. Parol misol uchun 8 talik bo'lishi kerak. Misol uchun ismingizni hamda yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana bu ikkalasi bir xil parol bo'lishi kerak. Bir xil yozasiz. Misol uchun mana bu yerda ko'rsatilgan, misol uchun mana Trader 2025. Pastga ham misol uchun Trader 2025 deb yozasiz. Hamda ro'yxatdan o'tish degan tugmani bosib olsangiz bo'ladi. Hozir endi keyingi navbatda qanday qilib shu PropShot'ni bepul olishni ham ko'rsatib o'taman. Do'stlar, ro'yxatdan o'tib bo'lganimizdan so'ng bizda mana bunday bo'lim paydo bo'ladi, ya'ni mana shunday oyna paydo bo'ladi. Sizlar mana bu joyda mana bu sovg'ani ustiga bir marta bosadigan bo'lsangiz, sizlarga 10 ming dollarlik PropShot beriladi. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi, mana 10 ming dollarlik PropShot mana menga berilgan. Misol uchun 10 ming dollarlik PropShotni sizlar olishingiz uchun nima qilishingiz kerak? Bu joyda misol uchun 10 ming dollarlik PropShotni olish uchun mana bu joyda mana kontakt support degan yozuv bor. Ya'ni sizlar mana shu supportiga, ya'ni adminiga yozishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun kontakt supportni bosadigan bo'lsangiz, Telegram yoki email pochtasi orqali misol uchun yozadigan bo'lsangiz bo'ladi. Sizlar Telegram orqali yuborsangiz ham bo'ladi. Telegram orqali misol uchun mana shunday skrinshot qilib olasiz. Skrinshot qilib olganingizdan so'ng kontakt support degan ustiga bosib, Telegramni tanlab qolasiz. Mana shunday o'zlaringiz skrinshot qilasiz. Skrinshot qilgandan so'ng email pochtangizni ham, ya'ni ro'yxatdan o'tgan email pochtangizni ham tagidan yozib qo'yasizlar. Keyin sizlarga mana shunday tartibda 10 ming dollarlik PropShotni olsangiz bo'ladi. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir mana menga misol uchun mana qarang. Yuborganman, misol uchun rasmini mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. 21:35 da yuborganman mana. Misol uchun email pochtamni ham yozib yuborganman. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bizga tasdiqlandi deb aytib o'tyapti. Endi hozir sizlar bilan birgalikda mana shu email pochtaga kirib ko'rsatib o'taman. Do'stlar, ya'ni akkauntga kirib sizlarga mana shu 10 ming dollarlik PropShotda hozir olinganini ko'rsataman. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana 10 ming dollarlik PropShotni bepul tarzda oldik. Sizlar ham xuddi shunaqa tartibda bepul 10 ming dollarlik PropShotni olsangiz bo'ladi. Buning uchun videodagi havolaga bosib bemalol xuddi shunaqa tartibda olsangiz bo'ladi. Do'stlar, o'zingizning nomingizga va boshqa misol uchun qarindoshlaringiz nomiga ham xuddi shunaqa tartibda ko'proq olib bersangiz bo'ladi. Buni misol uchun shartlarni bajarib bemalol savdo qilingan holatda pullarni ham hisobingizga yechib olsangiz bo'ladi, ya'ni foyda qilingan holatda. Do'stlar, YouTube kanaliga, Telegram kanaliga obuna bo'ling. Mana shunaqa kerakli, foydali videolar chiqarib boraman. Hammaga omad.